Hukmdor Nikkola Makiavelli 13-bob. Ittifoqdosh va aralash qo'shinlar hamda davlatning o'z qo'shinlari haqida. Ittifoqdosh qo'shinlar foydasiz qo'shinlarning yana bir turi bo'lib, kuchli hukmdorning yordam va mudofaa uchun chaqiriladigan qo'shinlaridir. Yaqinda bunday qo'shinlardan Papa Yuliy foydalangan edi. Ferraraga qarshi harbiy harakatlari paytida u yollanma qo'shinlarning hech qanday foyda yo'qligini ko'rib, Ispaniya qiroli Ferdinand bilan kelishib oldi. Kelishuvga ko'ra, qirol unga otliq askarlar va piyodalar bilan yordam beradigan bo'ldi. Aslida bunday qo'shinlar o'zining podshohga ham katta yordam berishi, sadoqat bilan xizmat qilishi mumkin. Biroq ularni yordamga chaqirayotganlar bilib qolsa, qo'ysinki, bu qo'shinlar uchun deyarli har doim xavflidir. Chunki podshoh uchun ularning mag'lubiyati o'lim bilan, g'alabasi qaramlik bilandir. Tarixiy qo'lyozmalarda bu kabi misollar juda ko'p bo'lsa-da, men yana Papa Yuliyning misoliga qaytmoqchiman. Ferrarani bosib olish uchun begona hukmdorga ishonish Papa uchun nihoyatda qaltis qadam edi. U bunday qaltis qadami uchun jazolanishi muqarrar edi, ammo baxtiga taqdirda boshqa narsa yozilgan ekan. Uning ittifoqchisi qo'shinlari Revana yaqinida tor-mor keltirildi. Biroq to'satdan shvetsiyaliklar paydo bo'lib, hamma uchun kutilmaganda g'olibliklarni quvib yuborgani uchungina papa va dushmanga, na ittifoqdoshlariga qaram bo'lmadi. Chunki dushman qochib ketgan, g'alaba esa ittifoqdoshlarning quroli bilan erishilmagan edi. Qo'shinni bo'lmagan florensiyaliklar Pizaga qarshi 10,000 fransuzni yuborishdi. Bu esa ularning uchun o'tmishda bo'lib o'tgan falokatlar ichida eng og'irig'iga aylanishiga bir bahya qoldi. Konstantinopol imperatori qo'shinlari bilan jang qilayotib, Gretsiya 10,000 ga yaqin turkni chaqirdi. Biroq urush tugagach, turklarning ketgisi kelmay qoldi. Gretsiyaning g'ayridinlilar tomonidan qullikka solinishi aynan ana shunday boshlangan edi. Demak, ittifoqdoshi qo'shinlarning g'alabaning taqdiriga yetmagan odam chaqiradi. Chunki bunday qo'shinlar yollanma qo'shindan ham xatarlidir. Ittifoqchi qo'shin uni chaqirishlariga muqarrar holatdir. U bir odamdek harakat qiladi va o'zining hukmdoriga so'zsiz bo'ysunadi. Yollanma qo'shinga esa g'alabadan keyin senga zarar yetkazish uchun ham ko'p vaqt va ko'p sharoit bo'lishi shart. Unda birlik kamroq bo'ladi. Uni sen o'zing tuzib, o'zing maosh to'laysan. Unga rahbar qilib qo'ygan odaming sen uchun xavfli raqobatchi bo'ladigan darajada darhol kuch to'play olmaydi. Qisqasi, yollanma qo'shinning ojiz bo'lishi, ittifoqchi qo'shinning esa kuchli bo'lishi xatarlidir. Shuning uchun dono hukmdorlar har doim o'z kuchiga va o'z qo'shiniga ishongan. Ular begona qo'shin bilan yutgandan ko'ra o'zingnikilar bilan birga yutkazganing yaxshi degan chunki begona qurol erishilgan g'alaba haqiqiy g'alaba deb emas deb hisoblashadi. Hech bir ikkilanmasdan yana Tereza Borjani misol keltirmoqchiman. Avvaliga gersog Romaniya endigina kirib kelganida uning qo'l ostida fransuzlardan otliq qo'shini bor bo'lib, uning yordamida Imola va Forlini egallagan edi. Keyin esa ittifoqchi qo'shinga ishonib bo'lmasligini tushunib, yollanma qo'shinning xatari kamroq deb bilib, Orsi va Vitelliylarning yordamidan foydalandi. Biroq ularning ham sobit qadam emasligini, xiyonat qilish mumkinligini ko'rib, ulardan voz kechdi va o'z qo'shinini to'pladi. Bu uch xil qo'shinlarning orasidan tafovutni tushunish qiyin emas. Buning uchun gersogning qo'lidagi faqat fransuzlar bor paytda, keyin Orsi va Vitellilarning yollanma qo'shini paytida va nihoyat o'z qo'shini paytida bo'lgan paytda unga munosabat qanday bo'lganini ko'rish kifoya. Gersogga nisbatan hurmat-e'tibor tinmay ortib borgan bo'lsa-da, uning o'z askarlari borligiga ko'rgandan keyingina u bilan hisoblasha boshlashganini alohida aytib o'tish kerak. Italiyada yaqinda bo'lib o'tgan voqealardan chalg'imoqchi emasman, ammo sirakuzalik Geroning misolida ham to'xtalib o'tmoqchiman, chunki yuqorida uni ham zikr keltirgan edim. Aytilganidek, yurtdoshlarning inon ixtiyori bilan Sirakuz qo'mondoni bo'lgach,
Geron yollanma qo'shindan foyda yo'qligini tezda tushunib yetdi, chunki u paytdagi konditerlar ham hozirgilarning xuddi o'zi edi. Geron ularni na haydab, na qoldirib bo'lmasligini ko'zi yetgach, hammasini qilichdan o'tkazishni buyurdi va shundan boshlab birovning emas, faqat o'zining qo'shiniga suyanib ish tutdi. Shu yerda juda o'rinli bo'lgan ko'hna ahddan olingan bir hikoya esimga keldi. Dovud filistinliklarni to'dasidan bo'lgan pahlavon Jolutni maydonga chaqirdi. Dovudni ruhan qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lgan Saul unga o'zining qurol aslahalarini bermoqchi bo'ladi, ammo Dovud birovning quroli bilan jangga kirishdan bosh tortib, undan ko'ra dushmanga qarshi o'zimning palaxmonim va xanjarim bilan chiqaman deydi. Darhaqiqat birovning sovutdi yo keng yo tor bo'lishi mumkin. Juda qo'pol bo'lishi ham mumkin. Qirol Lyudovik 11ning otasi Karl 7 omadi va iqtidori tufayli Fransiyani inglizlardan ozod qilgach, o'z qo'shiniga ega bo'lish qanchalik zarurligini tushunib yetib, doimiy otliq va piyoda qo'shin tashkil qilish haqida farmon chiqardi. Keyinchalik uning o'g'li qirol Lyudovik piyoda qo'shin tarqatib yuborib, xizmatga shvetsiyaliklarni ola boshladi. Uning taxt vorislari undan keyin kelgan bu xatosini yanada chuqurlashtirishdi. Natijada endi bu xato Fransiya qirolligiga qimmatga tushyapti. Chunki Fransiya ustun bo'lib o'z qo'shinini ruhini tushunib yubordi. Piyoda qo'shinlar tarqatib yuborilgan, yollanma qo'shin ixtiyorida berib qo'yilgan otliq qo'shinlar jangni o'z kuchi bilan yengishga umid qilmay qo'ydi. Oqibatda endi fransuzlar shvetsiyaliklarga qarshi jang qila olmaydi. Ammo shvetsiyaliklarsiz boshqalarga qarshi hujum qilishga botina olmaydi. Xullas, Fransiya qo'shini aralash bo'lib ketdi. U qisman o'z askarlaridan, qisman yollanma askarlardan iborat bo'lsa-da, shu ahvolda ham faqat ittifoqdoshlardan yoki faqat yollanma askarlardan iborat qo'shinga qaraganda ancha yaxshi, ammo faqat o'z askarlaridan iborat qo'shindan ko'ra ancha zaifdir. Hammaga ma'lum bo'lgan birgina misol bilan kifoyalanaman. Fransiya o'z qo'shinlarini takomillashtirganda yoki hech bo'lmaganda qo'shinning Karl joriy qilgan tarkibini saqlab qolganda uni hech kim yenga olmasdi. Biroq odamlarning aqli shunchalik noqiski, xuddi yuqorida terlama haqida aytganimdek, ko'pincha sirtdan chiroyli ko'ringan narsani ichidagi zahari sezishmaydi. Shuning uchun endi boshlanib kelayotgan dardni ko'rmay qolgan hukmdor haqiqiy dono rahbar bo'la olmaydi. Biroq bunday dardni o'z vaqtida ko'ra bilish ne'mati hammaga ham berilavermaydi. Agar Rim imperiyasining tanazzuli haqida fikr yuritadigan bo'lsak, imperiyaning poydevoriga rimliklar xizmatga yollanma askarlarni, ya'ni gotlarni ola boshlagandayoq dars ketganligini ko'rishimiz mumkin. Imperiyaning qudrati ana shundan boshlab yemirila boshlagan, boz ustiga rimliklarning quvvati ketgan sari gotlar kuch to'plab boravergan. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'z qo'shiniga ega bo'lmagan davlat mustahkam bo'la olmaydi. Buning ustiga u boshdan oyoq falakning gardishiga, taqdirning o'yiniga bog'liq bo'lib qoladi. Chunki qiyin paytda harbiy mahorat uning uchun ishonchli himoya vazifasini o'tay olmaydi. Donishmandlarning fikri va hukmi shunday. O'z kuchiga tayanmagan qudratning jozibasidek omonat va o'tkinchi narsa yo'q. Tasit annalar. Davlatning o'z qo'shinlari bu o'z fuqarolarining yoki senga sodiq kishilardan iborat qo'shindir. Qolgan barcha qo'shinlar esa yo ittifoqdosh yo yollanma askarlar bo'ladi. Men aytib o'tgan 4 hukmdorning tutgan yo'lini mushohada qilib, men to'liq ishongan Aleksandr Makedonskiyning otasi Filip va boshqa ko'plab respublika va hukmdorlar o'z qo'shinlarini qanday tashkil qilib, qanday qurollantirganini ko'rib chiqilsa, tegishli xulosalar chiqarib olish mumkin.